Aytsam ishonmaysiz, Kylian Mbappe 2026-yilda Jahon Chempionati, Chempionlar Ligasi yoki hattoki La Ligani yutmagan taqdirda ham oltin to'pni qo'lga kiritishi mumkin. Bunga ishonmasligingiz mumkin, ammo menda bunga asos bo'ladigan juda kuchli faktlar bor. Hozir ularni batafsil tushuntirib beraman. Siz esa kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Aslida bu voqeaning ildizi Ronaldo va Messi bilan bog'liq. Ular o'zlarining eng prime nuqtalarida bir martadan Jahon Chempionati, Chempionlar Ligasi va La Liga kabi eng yirik musobaqalarda chempion bo'lmagan holatda ham oltin to'pni qo'lga kiritishgan. Messining bunday oltin to'pi 2012-yilga to'g'ri keladi. O'sha yili Messi 91 ta gol urgan va 22 ta assist qayd etib, hech qanday bahslarsiz oltin to'p sohibiga aylangan. Oradan 1 yil o'tib, xuddi shu ssenariy Ronaldo bilan takrorlangan. Krish 2013-yilda 69 ta gol urgan, jamoadoshlariga 12 ta golli pas bergan va eng muhim pallalarda yetakchi bo'la olgan. Bu esa oltin to'p uchun yetarli deb baholangan. Bugun esa Mbappening holatida ham aynan shu manzarani ko'rishimiz mumkin. Agar u hozirgidek barqaror gol urishda davom etsa, jamoasini yetaklay olsa va hal qiluvchi lahzalarda porlayversa, keyingi oltin to'p aynan 12 bo'lishi mumkin. Endi esa sizga savol: xo'sh, siz ham Mbappe oltin to'pni qo'lga kiritishiga ishonasizmi? Agar ishonsangiz, like bosib qo'ying.